Top 10 salatga qo'shib qo'ysa bo'ladigan lecho salatini hozir o'rgataman. 1 kilogramm pomidorni po'stlog'idan ajratib olamiz. Mayda-mayda to'g'rab, qaynatishga qo'yib qo'yamiz. 3-4 daqiqada pomidorni suvlari chiqishni boshlaydi. Shu payt piyozni qalin-qalin to'g'rab, pomidor ustiga solib qo'yamiz. Lecho uchun oq piyozdan foydalanganingiz ma'qul, chunki oq piyoz juda ham shirin bo'ladi. Piyoz ketidan agar achchiqni xush ko'rsangiz, dungan qalampirdan ham bir dona qo'shib olsangiz juda ham xushxo'r bo'ladi va chesnokni ham mayda-mayda to'g'rab, qaynayotgan pomidorimiz ustiga solamiz. Endi navbat bolgarskiyga keldi. Mayda kubik to'g'rab, bolgarskiyni ham solamiz. Tabga ko'ra tuzlarini berib, 10 daqiqa davomida qaynatamiz va plitadan olib, bir bog' ukrupni to'g'rab, ozgina yog' quyib, 2 soat muzlatkichga qo'yib qo'yamiz va bemalol yeyishingiz mumkin. Sizlarga faqat bon appetit.